Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir bizlar qandli diabetda operatsiyasini mana hozir birinchisini boshlaymiz. Bugungi bemorimiz juda og'ir bemorlardan bittasi. Nimaga deganda, bemorimiz hozirdan nima 54 yoshda. Bemor men qandim normada yuribdi, yaxshi yuribman deb o'ziga unchalik e'tibor bermagan, tabletka ichib yuravergan, lekin oxirgi yilda bemor shiddatlik bilan insulinga, tabletkaga ham hammasini qabul qilish qaramasdan qand miqdori oshib ketishni boshlagan. Qand miqdori juda baland sifralarda yurgan, 15, 16, 20, 24 gacha chiqib ketgan. Bemor ahamiyat bermagan o'ziga. Mana shu 2 yil ichida buyrak o'tirib qolgan. Buyrak hozirgi paytda 30% ga ishlab turibdi. Mochevina kreatiningi oshib ketyapti. Demak, nefrologlar bu bemorga hozirgi paytda dializga o'tish davrini belgilab qo'yishgan. To есть bemor gemodializga, ya'ni buyrak sun'iy buyrakka muhtojligini ko'rsatib berishgan. Hozir bu bemor bizga murojaat etdi, shuni tuzatsa bo'ladimi, qilsa bo'ladimi? Endi biz ham sehrgar emasmiz. Harakat qilamiz, hozir qand miqdorini tushirib beramiz. Hammasi Allohdan. Endi bu tushib orqaga qaytib ketsa, inshaalloh umid qilamizki, shu narsalar hammasi joyiga kelib ketadi. Azizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Qandli diabet bo'lsa kutmanglar, asoratlarni berishini, buyrak o'tirishini, oyoqda gangrena bo'lishini, yo hokazo problemalarni kutmanglar. Sirg'azib kelib murojaat etinglar, yordam beramiz operatsiya.